Dilnoza ismining ma'nosi. Ushbu Dilnoza ismi asosan qiz bolalarga qo'yiladi va bu ism fors, tojikcha, eroniy ildizga ega. Kelib chiqishi dil fors tilida yurak, qalb, noz, nazokat, latofat, erkalik sifatlarida keladi. Bu ikki so'z birlashib poetik va nafis ma'noga ega ism hosil qilgan. Fors va tojik adabiyotida noz, dil kabi so'zlar juda ko'p ishlatiladi. Shuning uchun bu ism ham o'sha madaniy muhitdan kirib kelgan. Dilnoza fors tojik tilidan olingan, o'zbek tilida keng tarqalgan va qadimdan ishlatib kelinayotgan ism hisoblanadi. Bu ism qalbni erkalovchi, yurakka yoqimli, nazokatli va maftunkor qiz degan ma'noni anglatadi. Bu ism odatda muloyim, chiroyli xulqli, mehribon va jozibali qizlarga mos deb qaraladi.